Maldiv orollaridan boracaksınız, lekin narxlari qimmatmi? Men size shuning joy tavsiya qilaman. Narxlari anchagina hamyonbop, lekin taassurotlari hayratda qoldiradi. Videoni oxirigacha ko'ring. Bu joy Xitoyning Haynan oroli. Oppoq qumli plyajlari, billurdek tiniq dengiz, tropik iqlim, hashamatli mehmonxonalari tufayli Haynan orolini ko'pincha Xitoyning Gavayasi deb aytadilar. Bu yerda sizni baland tog'lari, go'zal sharsharalar, sirli orollar kutmoqda. Ishoning, bu manzaralarni bir marta ko'rsangiz, Xitoyga sayohat qilish orzusi sizda albatta paydo bo'ladi. Ko'pchilik Xitoyda ovqat topish qiyin deb o'ylaydi. Aslida esa sayyohlar ko'p tashrif buyuradigan hududlarda uyg'ur va halol ovqatlar topish mumkin. Agar siz ham shunday chiroyli manzaralarni o'z ko'zingiz bilan ko'rishni xohlasangiz, Gli Travel'a murojaat qilishni unutmang. Sizga hamyonbop narxlarda turlarni taklif beramiz.